Devam etamiz. Bismillah. 605. hadis. An Ebi Hureyre an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem tefdulu salatul cemiri salata ahadikum vahdah bi 50-20 cüz'en. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Cemaatте okugan namaz o'zingni o'qigan namozga qaraganda 25 topqirga ajr savob ko'proq dedi. Biz bu hadisni oldik, shunga ko'ra bu yerda to'xtalib o'tirmaymiz. Va tajma'u malaikatul layli va malaikatun nahari fi salatil fajr. Ham endi fajr namozini jamoat bilan o'qiganda kishi bu vaqtda bunda tun farishtalari degan, kun farishtalari degan jilalar. Tun farishtalari, kun farishtalari da jilalar. Chunki bizning gündüz yazuvchi, bizning amallarimizni gündüz yazuvchi farishtalar bor. Ham shunday bizning amallarimizni tunni yazuvchi farishtalar bor. Ham fajr vaqtida ular almashalar. Ya'ni tunni bo'yi tunni yozgan farishtalar nishik? Ayya, tunni yozgan farishtalar kitalar, ham endi boshqa farishtalar kelib gündüz yozalar. Shundan so'ng gündüz yozgan farishtalar tunishkash kitalar, tunni yozgan farishtalar kelar. Ham shunga ko'ra fajr namozini o'qiganda, ertangi namozni tun ham kun farishtalari birga jilar. Ham ular sen shunda o'qigan namozni seni ko'rib, senga shahid bo'lar. Senga shahid bo'lar. Ayya. Ha? Nechik? Ayya. Shunga ko'ra fajr namozini jamoat bilan o'qish kerak. Ham shulay Qur'onda keldi, jazakilloh xayran. Ham shulay Qur'onda keldi, jamoat namozini uzun etib o'qish kerak. Fajr namozini Qur'onni ko'proq o'qish kerak. Chunki bu Qur'onning shahidlari bor dedi Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Qur'onda keldi oyat shu. Qur'onda keldi oyat. Tayyib.